Cobalt avtomobil 906 punt ustanovka qilingan turganini aytib o'tdik mana. Bu punt bo'lsa, kichkina punt nariyada bo'lachiga mana 906 Magicar. Mana. Miyasi. Mana shu punt 906 ni aytib o'tyapmiz. Endi hamma yo'g'ini videolarga qo'yib oldik. Endi bolalarga shogirdlar o'rganish uchun. Endi men zamoyda simlarni aytib o'tdim. Endi buni chipi nimada? Chipi bo'ladi, ko'piltlarda, boshqa mashinalarda hamma biladi. Endi uni shogird bolalarga bu video. Bu kaliti joyida tursa, ya'ni chiplarni hamma o'qitgandan keyin punktni bossanglar yurmashi mumkin. Biraglar yurishi mumkin, biraglar yurmaydi, ko'pincha yurmaydi ekan. Mana qaranglar. Mana massimni kesib qo'ysanglar, kalit joyida bo'lsa ham yuraveradi mana. Mana joyida turibdi. Hozir men kesmasdan massimni mana joyida. Ya rezistorlar ulab qo'yganman, lekin hamma ulab qo'ygandan keyin yurmadi, joyida edi. Mana endi mashina kesib qo'ysanglar, mana ham punta o'z zavodskoy ishlamay qolsa, zavodskoy startni punti ham ishlamaydi-yu, o'zi moshina kalit joyida tursa ham ishlamaydi. Ishlayveradi-yu, shu xuddi shu puntning joyi. Mashina uzib qo'ysanglar, Magicardan ham kalit joyida bo'lsa ham yuraveradi. Shunisini aytib qo'yaylik deb videolar qilib qo'yapman. Mana shu joyida tursa, puntni bossanglar yuraveradi. Mana shu ulanib turgan bo'lsa, yurmaydi, kalit joyida bo'lsa. Chipni bu yoqqa olinmasdan, shu kalit joyida qilib qo'ysa bo'ldi-da. Shu bilan puntdan bossanglar yuraveradi. Mana shuni kesib qo'ysanglar, mana joyida zamoydan kesib qo'ysanglar bo'ldi. Shu bilan Magicar sistema ustanovka yurgizadigan bo'lib yuraveradi, tayyor bo'ladi.